Assalomu alaykum aka ukalar. Bugun sizlar uchun 3400 km yurgan 2021-22 yil GLS paketdagi bongomizni qidirib topib keldik. Kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Chiroyli narxda qilib beramiz. Mashinamizni aylantirib ko'rsatishingiz mumkin. Absolutni hamma joyda radnoy holatda ishlarini ko'rishingiz mumkin. Ko'jalari ham uncha urinib ketmagan. Telefon bersangiz men o'zim ko'rsataman. Xudo xolasa mashinamiz atigi 3400 km masofani bosib o'tgan. Hozir men sizlarga zavat qilib ko'rsatib beraman. Bismillah. Mashinamiz gaz holatda. Mashinamizda abagrev, climate control, cruise control, datchiklargacha bor. Xo'p, mashinamizda video registrator, orqa registrator hamma funksiyalari bor, ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz 2021-22. Xo'p, mana berkasini ham ko'rsatishingiz mumkin. Xo'p, mashinamizda tak holatlarga keladigan bo'lsa, umuman zanglagan, chirigan joylari yo'q. Hattoki gulishitlar ham 2021-yil holatda turibdi. Ichida bortida zanglagan joylari yo'q. Orqa holatlari. Mashinamizda minaman, pul topaman degan aka-ukalar uchun o'ta yaxshi variant. Mashinamizda bakovoylari qiziydi, bakovoylar avtomatik ochilib yopiladi. Mashinamiz gaz holatda, propan gaz 159 ta ot kuchi, oddiygina zil mashinalarimizda ham 150 ta ot kuchi bor. Qanchalik kuchliligini o'zingiz his qilib ko'ringlar. Mashinamiz GLS paket deyiladi. Bitta shuni zavoddan bularning pokoleniyasida sariq salon chiqmagan. Xo'p, bundan keyingi yillarda sariq salon chiqishni boshlagan. Bu kojasi hozir seriy svetda. Xo'p, ichki holatlari, mana holatlarini ko'rishingiz mumkin. O'ta toza holatlarda. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Mashinani O'zbekistonga dastavkasi bilan $13,000 qilib beramiz. Dastavka Namangangacha yetib boradi. Rastamojkasi alohida chiqadi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib, ishonchli qilib yetkazib borib beramiz.